Demak, A nuqta dardan nechta koordinata bo'lar ekan? X, Y. Ana qarang, misol uchun 3 5 dedi. Mana 3 5 deb yozib qo'yamiz. Tak, mana bu yerdan chizib qo'yib, bitta takrorlash bilan boshlayveraylik darsni. Mana bu x o'qi, bu y o'q. Mana bu koordinata boshi A nuqta. To'g'rimi? Mana bu joyda musbat sonlar, mana bu joyda ham musbat, bu yoqda manfiy, bu yoqda ham nima bo'ladi? Manfiy sonlar. Ana endi qaranglar, tak. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. To'g'rimi? Nuqta yasashimiz kerak edi. Qaranglar, A uchi 5, I B nuqta bor, I C nuqta bor. Koordinatasi 0 4 yoki misol uchun minus 5 3. Ana endi qarang, ikkalasi ham son bo'lsa, x birinchi kelayotgani x edi, to'g'rimi? X dan 3 topamiz. X dan 3 mana bumi? Keyingisi, y dan nechini topamiz shu nuqta uchun? 5. 1 2 3 4 5 mana. Qaranglar. Demak, bunaqa holatda 0 bo'lmasa nima yasaladi? To'g'ri, 4 burchak. Hosil bo'lgan yangi uchi, ya'ni yangi burchagi nima bo'ladi? O'sha nuqtaning joyi 3 5. Va bu qaysi chorak edi? Birinchi belgilanishi rim raqamda 1 mi? Keyingisi 0 4 agar 0lik bo'lsa-chi. 0 bo'lmagan sonning ustida. 0 bo'lmagan son 4 mi? Qaysi o'qqa tegishli? Y dan 4. 1 2 3 4. Mana shu joyning o'zida nima bor? B nuqta. Koordinatasi 0 bu o'qning ustida joylashgan, to'g'rimi? Ana endi qaranglar, o'qning ustida joylashgan nuqta shu o'qning o'ziga nima deyiladi? Tegishli deyiladi. Keyingisi minus 5 3, x dan minus 5 1 2 3 4 5, ya'ni minus 5 mana bu yerda. Orqaga qarab ketish, y dan 3 yuqorida 1 2 3. Yana nima yasaymiz? To'g'ri, 4 burchak. Hosil bo'lgan yangi uch nima bo'ladi? Shu nuqtaning o'zi minus 5 3. Mana. Tushunarli bo'ldi? Bu nuqtani nima qilish bo'ldi? Yasash bo'ldi. Misol uchun ana endi bizlardan so'ragan bo'lishi mumkin. Tak. B C orasidagi, ya'ni B va C orasidagi masofa. Yoki BC kesma uzunligi. Men buni sizlar o'rgatgandim, to'g'rimi? Kesma bu ikkita nuqtani tutashtiruvchi to'g'ri chiziq. Tak, shuni yashil bilan chiza qolay. Tak. Mana shu o'rtadagi mana L masofa uzunlik. Ana shu ikkita nuqtani orasidagi masofani topish deb o'rgatdim sizlarga, to'g'rimi? L barobar qanaqa edi? Ildiz ostida x1 minus x2 ning kvadrati plus y1 minus y2 ning nimasi? Qavs kvadrat. Ildizning ichida. Buni qayerdan isbotladik? Pifagor teoremasidan. To'g'rimi? To'g'ri burchak, uch burchakdan keladi. Ana endi qaranglar. B bilan C ni topmoqchiman. Demak, B ning koordinatasi 0, buniki minus 5 mi? 0 dan minus 5 aytsam 5. Mana 5 ning kvadrat bo'lib qolar ekanmi? Mana buchi 4 ayrilgan 3. 1 mi? 1 ning kvadrat 1. 25 ga 1 qo'shsam 26 mi? Javob nima chiqar ekan? Ildiz ostida 26. Tushunarli bo'ldi? Mana shunday nuqtalar orasidagi masofani ham nima qilishimiz mumkin? Topishimiz mumkin. Va mana bu x o'qqa qaranglar. Mana bu x misol uchun yotiq o'q desak ham bo'ladimi? Mana bu tik. Ana endi qaranglar. Mana shu o'qi ikkita nomi bor. Birinchisi gorizontal o'q. Gorizontal degani ya'ni yotiq o'q, gorizontal. Y tik degani, ya'ni y o'qimiz mana bu vertikal. Buni ikkinchi nomi ham bor. Absissa o'qi. Absissa deyiladi. Shunchaki absissa o'q desa, bu qaysini tushunish kerak? X o'qini. Buni ikkinchi nomi bor. Ordinata o'qi. Tushunarli bo'ldi? Ordinata o'qi desa, nima tushunish kerak ekan? Y tushunish kerak.
Tushunarli bo'lyapti. Absissa desa demak nima tushunamiz? X. Ordinata desa nima tushunamiz? Y. Mana bu y ni beradi, mana bu nimani beradi? X ni. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Ana endi qaranglar. Tak, boshlaymiz. Nasib bo'lsa eng kulminatsion joyi. Chiziqli ana endi qaranglar. Tak, sizlar ayting. Birinchi, funksiya bu yo'nalish edi, to'g'rimi? Yo'nalish nima qilib beradi? Belgilab beradi. Hamma narsani o'rganish nimasidan boshlanadi? Eng qiyinidan boshlaymiz, osondanmi? Eng oson narsalardan boshlaymiz, to'g'rimi? Misol uchun men yo'nalish olishni o'rganyapman. Eng oson yo'nalish bu qaysi? Misol uchun, to'g'ri ko'rsatasizlar. Misol uchun sizlar mendan kimdir so'radilaringiz. Mana shu xona. Yo'nalish berdim. Mana eshikdan kimdir so'radi. Mana shu xona aka, bratanim, bo'ldi. Men xizmatingizga tayyorman aka. Demak, mana shu ketgan to'g'ri chiziq bilan ketadimi? Bu to'g'ri chiziq eng sodda funksiya hisoblanadi. Tushunarli? O'zi bu chiziqli funksiya bo'lmagan. Ishoningda, bu to'g'ri chiziqli funksiya bo'lgan. Odamzod men sizlarga aytganman, erinchoq o'ta ketgandan kelsa, bitta gap aytishga nima qiladi? Erdan. Borib qisqartirish yaxshi ko'rgan, to'g'ri chiziq bo'lgan, teni olib tashlagan, o'g'ri chiziq bo'lgan. Keyin 10 olib tashlagan, g'ira chiziq. Keyin r ni bitta olib tashlab chiziqli funksiya qoldi. Hamzotda mana chiziqlisi ham ketadi menimcha. Keyin funksiyani o'zi qoladi, keyin hech narsa qolmaydi hech kim. U payt menimcha agar qanaqadir urush bo'ladi, odamzoddan ketadi, matematika tak ketadi. Bu ketishda. Demak, o'zi chiziqli funksiya deganda uni nimadan tushunish kerak ekan? To'g'ri chiziqdan iborat bo'lgan funksiya. Tushunarli? Ya'ni uning ko'rinishi nimadan iborat ekan? To'g'ri chiziqdan. Demak, bu funksiyaning ko'rinishi. To'g'ri chiziqdan nima ekan? Iborat. Tushunarli bo'ldi? To'g'ri chiziq qanaqa bo'lishi xayollaringizga keldi menimcha, to'g'rimi? Yaxshi. Demak, shu joyda to'xtab turaversin. Qaranglar-da. Biz oddiy tenglama o'rganayotganda, oddiy tenglama o'rgandik birinchi. X qaysi darajasi keldi faqat? Oddiy. O'zi keldi, to'g'rimi? Mahrajda ham kelmadi. X'lar bir tomonga, ya'ni ma'lumlar bir tomonga, noma'lumlar bir tomonga deb o'rgandik. Lekin men nima deb o'rgatdim? Guvohlar bir tomonga, asallar, jinoyatchilar bir tomonga. Tushundingizmi? Yaxshi. Demak, ana endi qaranglar. Bu yerda ham faqat eng oddiy funksiyada noma'lumlar kelish kerak, to'g'rimi? Funksiyani o'zi nima edi? Bitta noma'lumni boshqa bir noma'lum orqali nima qilish? Ifodalash. Eng oddiysi bu x bo'lsa, misol uchun mana y va x bo'lsa, y ni x o'zi bilangina nima qilish? Ifodalash. X ning hech qanday darajasi nima qilmasin? Kelmasin. Ya'ni y barobar qandaydir k ko'paygan x plus b deylik. Y bu yerda nima deyiladi? Y funksiya, to'g'rimi? Funksiya deganda nimani nazarda tutadi? Y va u nimaga bog'langan hozir? X ga bog'liq. X ga bog'liq degan fan tilida qanaqa yozilardi? Y qavs ichida x. To'g'rimi? Mana bu yerda k bilan b nima son bajaradi demak? K ham son, b ham nima ekan? Son. Mana bu b ni ham nomi bor. Mana bu ozod son. Qanaqa son ekan? Ozod son. Nimaga ozod son deylar? Chunki buni yonida uni ushlab to'xtagan x yo'q. Kani yondachi. Bor. K demak ozod sonmi? Yo'q, u qulu deyiladi, qara. To'g'rimi? Yaxshi. Demak, bu nima ekan? Ozod son. Kani ham nima qilamiz? Ko'ramiz hali. Kani ham nom bor, mayli shu kani ham aytib o'tib ketay. Demak, bu b haqida bo'ldi. Mana bu. Tak, mana bu yoqdan b ni yozaman. B ozod son ekan. Ozod son. Ana bu k nima bo'ladi? Nomi burchak. Burchak koeffitsient. Koeffitsient nima degani? Burchak soni degani. Tushunarli? Koeffitsient so'zi ma'nosi son. Ya'ni burchak son. Buni keyin men ko'rsatib beraman. Buni ham nima qilamiz? Keyinroq to'xtalamiz. Hozir ozod son nimaligini tushundingiz, Hamma tushundimi? K ham B ham nima vazifasini bajarar ekan demak? Son vazifasini bajaradi. Tushunarli bo'lyapti. Chiziqli funksiyani ko'rinishi nimadan iborat bo'lar ekan?
to'g'ri chiziqdan iborat. Demak, chiziqli funksiya desa y barobar nimani tushunish kerak? Kx plus b ni tushunish kerak. Demak, unga misollar yozamiz. Misol uchun. Tak. Y barobar 4x plus 3 yoki y barobar minus 2x plus 7, y barobar minus 1,2 dan 1 x minus 5 yoki y barobar 0,6 x plus 7. Mana. To'g'rimi? Davrlik ham kelishi mumkinmi? Xohlasam 10 lik asrlik sonlar ham qilish mumkin. Sonlar yoki ildizli son ham qilish mumkin. Y barobar ildiz ostida 3x minus 5 mana. Yoki y barobar 1 taqsim ildiz ostida 3 minus 2 x plus 1 taqsim ildizda 2 ni o'zi desam. X o'zi kelyapti muhimi, u mahrajda emasmi? Demak, mana bu yondagilar nima emasmi ajra? Son va bularning hammasi qanday funksiya ekan? Bularning hammasi, barchasi, ya'ni chiziqli funksiya. Ya'ni ularning ko'rinishi nimadan iborat faqat? To'g'ri chiziqdan iborat. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Muhimi nimaligini, KB'ni nimaligi, uni ko'rinishi nima uchun aynan kx plus bligini tushundingizmi? Yetib bordimi? Ana endi faqat x ning o'ziga bog'liq. K bilan b nima son bajaradi? Son. Ana endi yozib oling.